O 100 ming so'm, 100 ming so'm, 50 ming so'm pullarni olib, cho'ntagimizni solib. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Ko'rib turgan duvoykalarim, mana birma-bir avzorlarni qilib o'tamiz. Xo'p, bu duvoykamiz qora, tomli siniy sveti ham bor buni. Ko'rishlaring mumkin. Beri ochilib ketdi. Mana ko'rib turibsizlar. Bir XL razmeri. Manekendancha kattaroq akalarga tushaveradi. Manekendancha kattaroq akalarga tushaveradi. Kачестволari yaxshi, rezinoviy holatda. Endi hozir razmeri tushmay qolishi mumkin, anaqa bo'lib qolishi mumkin deganlar uchun xohlasanglar bir qator kiyib ham beraveraman, kiyib ko'rsatib ham beraveraman. Mana shu maneken razmerimiz 48 razmerga to'g'ri keladi. XL da 1XL, L 1XL razmer kiyadigan odamlar uchun tushaveradi. 48-50 razmer kiyadigan akalarimizga tushaveradi. Raqamlida XL'da L, XL, L da o'zi 1XL li razmerlarga tushaveradi. Buni o'zi razmeri 1XL dan 2XL gacha, 3XL gacha bor razmerlari, bunga qo'shimcha. Ishtoni ham xuddi shunaqa, mana ko'rib turibsizlar. Ozg'inroq, bo'yi uzunroq akalarimiz uchun ham razmerlari chiroyli bo'lib tushadi. Narxiga kelsak, 250 ming so'm atiga, 250 ming so'm. Kechirasizlar, yo'tal kelib qoldi. Hop. Buni biz 275 ming so'mdan o'tgan safargi videomizda ham aytganmiz. Mana bir qator o'sha kamzili holatini ham ko'rsatdik. Ichida nima sviteri alohida bu. Hop. Hop, narxi hop 110 ming so'm ekan ichidagi narxini. Hop. Bunda bo'layapti. Hop 360 ming so'mga bemalol komplekt bo'laveradi. Kачестволari yaxshi, ayniqsa bir yoz oylariga kiygani ham juda qulay bo'lgan duvoykalarimizdan bittasi. Xo'p, endi mana tomli CV'sini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Tomli CV varianti 1XL manekenda turgan holati. Mana ko'rib qo'yinglar. Hop, 2XL. 2XL. Bu duvoykamiz o'sha masleniy materialdan qilingan. Kачестволari yaxshi. Yoz oylari uchun ham juda qulay bo'lgan duvoykalarimizdan biri. Xo'p, karishli duvoykamizda mokriy sveti ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Kачестволari yaxshi. Orqalari ham fasonli qilib ishlangan. Narxi 275 ming so'm. Trikolari mana ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol ko'rib turibsizlar. Kачестволari yaxshi. Bundan tashqari yoqali kamzilimizdan tomli siniy varianti, qora variant, karishli varianti yana takror kelgan. Mana pashkadan turibdi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Xo'p, telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz, dastlabki xizmatlarimiz bor. Xo'p, xohlasangiz Toshkent ismi Farg'onadan tortib o'sha Samarqand, Buxorolargacha bemalol dastlabki xizmatlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.